Hamma joyda baqir, chaqir nima emish? Artistlarga, san'atkorlarga soliq qo'yilgan. Bu gapni eshitib Yulduz opa Usmonova, Jahongir Otajonov, O'zbekistondagi barcha artistlar, qo'shiqchilar, xonandalar hammasi o'z fikrini bildirdi. Bu xabardan kommentariyalarni o'qib ko'rdim. 90% xalq xursand. Zo'r bo'pti, pul to'lasin, bunday soliq to'lasin deb hamma pastda 99% xalq xursand, san'atkorlar xursand emas, ko'pchilik agressiv fikrda. Men sizlarga haqiqatda aytaman. Bu qaror chiqsa nima bo'lishini. Undan oldin bitta like, bitta podpiska bosib qo'yinglar. Hurmatli xalqim, artistlar, hurmatli xonandalar, bu qonun chiqishi sizlar hech qanday ziyoni bo'lmaydi. Sababi sizlar 10 ming dollarga borayotgan to'ylaringga solig'i chiqibdi ekan. Palonchi xalqim, pistonchi aka yo pistonchi opa, sizni to'yingizga 15 ming dollarga endi chiqib qo'shiq aytib kelaveraman birovga bir 4 ta qo'shiq deb sizlar yutkizmaysizlar. Ey hurmatli xalqim, xursand bo'lmanglar. Bu san'atkorlarning 99% daromadi xalq xizmatidan, ya'ni to'ydan. Bu qonun chiqsa xalq yutqazishi mumkin, san'atkorlar hech qachon yutkazmaydi. Jonlaring sog' bo'lsin. Bu qonun chiqmasligiga men bu qonunga qarshiman. Chunki Yulduz Usmonova va barcha buyuk san'atkorlarimizni, mashhur san'atkorlarimizni bir kambag'alni ham to'yda ko'rishni xohlayman. Jonlaring sog'.